$49,900 evaziga ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan 5 qavatli panelli domning 4-qavatdan 4 xonali yevro ta'mirlangan xonadonimiz sotuvda. Proyektni batafsil birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, maliy mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari, kuxnya hamda 6x2 bo'lgan balkon qismimiz. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz mo'yshav bo'larda ishlov berilgan. Derazalarimiz 2 qavatli Aquaplast romlardan. Manzilimiz Buxoro shahar, Dinamo Kalso yon tomoni 5 qavatli panelli domning 4-qavatda joylashgan. Proyektimiz esa 2 tomonlama proyektdan tashkil topgan 2 mehmonxona qismimiz. Hujjatlarimiz esa ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Kattalar yotoqxonasi 4 xonalik uchun ideal proyektda xonadonimiz. Bolalar yotoqxonasi. Isitish tizimi markaziy, kuxnyamiz balkonga chiqarilgan, gazli plita, moyka, kuxni mebellarimiz qilingan holatda hamda 6x2 bo'lgan balkon qismimiz. Derazalarimiz to'liq Aquaplast romlardan, isitish tizimi markaziy, maktab, bog'cha, hamma narsa dasturni joyga joylashgan, yo'l yoqasidan 2-liniya. Alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan holatda. 49,900 ga baholanayotgan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti uchun pastki raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.